polvonlar mana kelib boshladi. Davron. Qayerdan kelsa men qo'shib. Nima bektinglar mana tillaymiz. Bomba polvon, To'qurg'on, Chorchi. Menga qaysi? Angor kommunizmdan Nursulton. Bomba, Chorchi. Bo'ldi mana boshqamizga yetib polvon sotib beringlar. Sen nima kelib tursan? 500 ming so'm puli bor. Ya, senga ham berish kerak. Bir pasilka. To'qson ikkilar. Bir ikkita boshing norib burchakka borib turmasalaring. Polvon ko'payib ketsa ko'paydi deb aytinglar. Ko'payib ketsa ko'paydi. Bo'ldi qo'yinglar. Davron polvon qo'shmaydi. Davron qo'shma. Mana qilib tur, chokran borasan. Sening sotini beringlar, polvon g'olib. Qaragay. Endi ajrashtir, bo'ldi hammasi. Yugurib kelma aka. Oxir, ikki qo'l ajrashtirasan, ikki qo'l. Hammasiga ikki qo'l ey. Davron polvon duo bermay turing. Davron polvon duo bermay turing. Sarkasini berasizlar xususiy polvonni. Sarvari Usmon bekaga berib Chala. Ha. Ushlaganda ketardi. Oyoqda ushlab. Ha? Yerda piypalashma bekar ol. Sunnat polvon 5-sinfgacha kim kelsa kelsin. Maksim Shuyakani. Shuyaka Maksim. Yekavi. Zotini beringlar, zotini. Maksimdan hozir trener anoy ekan. Kim edi? O'sha kuni ko'rishdik bilsang, svetoforda o'tganda kim edi ismi? Qo'llari bo'lak tayyorlaydi. Kerevatda tayyorlaydi. Kim edi? Yo'q, Kerevatda emas. Qoraqalda tayyorlaydi. Sen birasi edi, ismi chiqdi. Tayranda kim bo'lsa kelsin. Ruslan Murodovga. Saylaverdi. Birinchi, 200 sunnatda yo'q. O'zimizda kayratdan chorbat chiqsin. Sunnat polvonning ustiga tajam bovosi 200 qo'yyapti. Ey yozuvchilar. Polvon nima bo'ldi polvon? Ey yozuvchilar, ey yozuvchilar, quloq soling. Voral polvon nima bo'ldi Sebashga? Bosibda Sebashning zotini ber. Bo'ldi. Hamza medal oladi 200. So'raka. 92lar yoz. Endi chekkaga chiqaray. Xonning 92larning hisobidan 1 million so'm. Xonning 92lardan yan qayradi. Xonadan 1 million so'm, mana 2 million so'm yana mehmon keldi. Shularning ishiga ham omad beradi. Ey, o'lay buni. Siz qaramasın chiq. So'ray. Unda qo'shib qo'ymadim unda. Yerga hammasi chiqadi. Bo'ldi. Polvonjon. Orqaga chiqibdi. Ol. Nereye qoldi? Orqaga chiqibdi. Tushunmadim. Orqaga kelishim chiqadi. Davron, Sebash polvonni chaqring ikkinchisiga endi. Berdilarmi? Bo'laman. Endi bunday bu polvon tur. Hammasi chiqadi. Hammasi chiqadi. Hozirdan kirib qoladi. Hammasi chiqadi. Qaradim bo'lsa mana seni majburlagan. hammasi. Buni ham majburlayman. Hammasi chiqadi. Ko'r. Bunda taylaydi. Hammasi chiqadi.
Shularni bomba taylaydi. Spalon demaptilar. Palvonlar o'yna. Mana xabar yozadi. Mana xabar chiqadi. Hammasini paslar qilib ey. Bomba belboqqa kuchli. Aynan mana xabar qo'shamiz. Nimaga behurmatlik qilyapti? Ey ichki ishlar. Ular mana ulardan chiqar hurmatlik qilaman. Belboqqa tajribasi ko'p bombani. Birovni olishmaydi. Davron duo bermay turib ko'payib ketdi bu yoqqa. Davron. Bo'ldimi seniki? Sen belbo bo'lib chiqdi. Chiqaraman. Bitta polvon deydi. Yana qaytib ketdi. Chiqara. Nima chiqar? Chiqara. Stop. Hammasini chiqar hammasini. Chiqar, ey, men qara jo'ra, polvonni olishmaydi bu yerda. Birdas bo'ldimi bular? Jo'ra, chiqar dedim hammasini. Davay chiqaring. Zotini beringlar polvonlar, ey. Ali. Zotini beringlar polvonlar. Chiqaringlar. Qarang berasizlar, ber. Chiqar hammasini. Jo'ra, orqaga qara. Davay, orqaga hamma. Hamma orqaga. Bunaqa polvon jo'natib bunaqa, ey! Domla! Chiqaraman. Chiqaraman. Yaqare, chiqib o'tir dedim. Ekipar qo'sh Davron. Soparib Navro'z ukamizning hisobidan ham 300 ming so'm. Eldor yozdingmi? Soparib Navro'z ukamizning hisobidan ham 300 ming so'm. Navro'zjon charchamaysan, Navro'z ham yaxshi polvon. Xorazmdan Muhammad Ali polvon, yo'q ey. Ali. Qayerdan? Sho'rchidan Ozod polvon. 500 ming so'm. O'rtaga olish. Katta pastda bu endi shu. Davron, shularga angor bollari yo'qmi? Mana qo'ylasizga boshqa. Yana bir pastga bor. Mana metalar. Ya voy, gaplashmay olish. Bunaqa shogirdlarimiz gaplashib olishyapti. Polvon jo'natinglar, polvon. Kelgan polvon, yeginchisi. Bomba qo'yib ol, bomba. Polvon joy bor, joy polvon. Endi polvon hayronda. Qo'sh tegirmon Sivash, Tursun aka mandan qarasa. Shu bir chaka joy bor shu. Davron endi joy yo'q, Davron polvon, joy yo'q. To'xtatib tur. Davron polvon, joy yo'q, to'xtatib tur. Bomba nima bo'ldi? Polvon qayerda qoldi? Polvon shu yerdamisiz? Baytundan Kamal polvon. Sho'rchidan. Qarab. Boshqaga bir narsa. Boshqaga dalda bo'laymi? Bilmayman. Polvonlarni qo'shib berdim lekin. Şah diyerimiz, Meran Şah diyerimiz.
Nur Muhammed Bandixon. Bir pasga 300 bo'lsin. Orqaga chiqdi. Davron Palvon, duo berma ruxsatsiz. Duo yo'q. Duo yo'q. O'ral Palvon, nima bo'ldi? O'ral Palvon. Sayfı verdi. Oldu sayfı. Evet. Ağaylar bu sayfı balon kızırıktan. Yoş ketteler tanıyız bir konser başından almıgan. Hey! Bunun babasının adını Yoxsubay Palvon degan, Yoxsubay Palvonning nevarasi bo'ladi. Otasi xo'ja otib olishgan yo'q buni. Babasi olishgan. Yoxsubay Palvon ham o'tib ketdi, nomiga bildi. Bo'ldi, o'tirib qo'shamiz. Sibash Palvon, Sevdiyar Palvon. Şu qo'ldalar bir qo'yib bor, amin Allohu akbar. Halol tomosha bilan. Tursun aka. Hadi. Bakın başına. Vane bir aşaklar mı aldı? Tripoli. Aynen öyle. Bu kadar bir halı. Var şey. Var. Durmasın patlasın. Давай, aylama ya. Hey, haloyiq. Haloyiq bitta eshitdinglarmi? Endi tartibni saqlanglar. Hey, afsona bo'lib qolishgan polvonlar bor. Davramizda jahon chempioni. O'zining davrida 73 kilo bo'yicha O'zbekistondan bu yerdan yurib kelganga chiqqan polvon bor. Maxtumpol polvon bu yoqqa keling aka. Bir qo'ysak bo'lsin Maxtumpol polvonni shoniga.
Men har doim aytaman, bu Mahtumqulday polvon hali bir asrda ham chiqishi qiyinroq bu mesda deb. Xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum. Hammani hayit bayrami, Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Mana qarang, bayram mahallasida Surxondaryo men degan polvon kelgan. Nima deymiz? Hammaga omad tilayman. Shu 92-yilda o'tkazilgan yigitlardan omadli bo'lsin, nasib bo'lsa bularning farzandlarini yaxshi kunlarni ko'p ko'rsin, hammaga omad tilab, to'y tomosha qilib, nasib bo'lsa hammani yaxshi kunlarda to'ylar bo'lib kurashlar. Mahtumqul polvon charchamaysiz. Olishimiz davom etadi. Xonim. Davra kamaymasa duo yo'q. Davron polvon duo berma. Bittasiga duo beradi. Mana qarang, qo'ygan ikkita bor. Polvonlar, ey! 2 minut. 2 minut. Rahmat. Aynan. Qog'ani o'tirib o'zim chaqirib olaman. Bo'ldi, aytdim-da, qilma. Dinovdan Ayibxon polvon. O'zim polvon o'g'li Ayibxon polvon. Angardan Dilshod polvon, kecha Angarda Ayibxon polvon Dilshod bosida o'zini quvib ketdi. Ikoning 500 ming so'm bitta pasilkasi bor. Ey, to'rga borasiz Jahongir Dimoldan. Yo'q ikon. Endi bunday o'ttirni qo'shamiz. Hey, halol eshitdinglar. O'ng qo'limdagi polvon Dinovdan Ibrahim polvon. Abdulaziz polvon Jarqurg'inin hikoyam zo'r polvon. Ikoning bitta ko'gati bor. Amin Allohu akbar. Halol tomosha bor. 100 dollari bor. Abdullayev Po'mirat boboning hisobidan 500 ming yozdilaringmi? Abdullayev o'tirib oldi. Polvon ozgina qoldi. Endi bunday bunaqa chiqinglar. Menga ham yega kerak emas. Qarang. Menga yega kerak emas. O't bunaqa. Nima yapsiz? O't. Qachonman? Qo'yma. Rashtam oz taylaydi mana, garant etaman. Kameraga qaraysizlar. Dimka, bombaga dem. Bombaga demka. Buni ko'tidan suyam. 2 marta aytdim, charchadim aka dedi. Shu paytda duo qildi ular. Aytam ber. Endi bunday qilamiz. Polvonni aytamiz, shunga chiqib bering deymiz. Kecha aytchang bo'ldi bu yo'q.
Ne yapalım? Toxta. Blogerlar kalsın, şöyle o ayetinden bir kalsın. Haydab ko'rsatar ekan o'zingizga. O'g'illar, hamma sog' keldi, salomat ketsinlar. Kelasiz meni nima qilib qoldim. Murat Kaçak. Hem Murat Kaçak. Kuruşatgan palvonlar kelinglar bu yoqqa. Sal ochib qo'yinglar. Ağzını akmayın o sata açıyor ya. Olchatqa eshitganning uli. Kuruşatgan palvonlar kelinglar bu yoqqa. Rahmat ammalarım. Çok kaç tane